Rossiya Xorazm va Xivani qanday bosib olganini bilasizmi? Bu oddiy urush emas edi. Bu butun bir tarixning o'zgarishi edi. Tarixiy manbalarga ko'ra, 1873 yilda Xiva, Markaziy Osiyoning qadimiy shahri, Rossiya imperiyasining maqsadi bo'lgan. Shaharni ishg'ol qilishdan oldin razvedka xizmati devorlar, darvozalar va ko'chalarni o'rganib, xaritalar tayyorlagan. Aytilishicha, shaharning yiqilishiga qurollar emas, ikki kishining qadamlaridagi sehr sabab bo'lgan. Ular qurolsiz yurishgan, sayyohlar, savdogarlar va soyalar kabi. Ular oltin olmagan. Ular bilim olib ketishgan. Xarita tayyor edi. Shahar hali turardi, lekin taqdir allaqachon hal bo'lgan. Razvedka xaritalari stol ustiga qo'yildi. Har bir ko'cha, har bir minoraning zaif joylari endi dushman uchun ma'lum edi. Armiya sekin, ammo ishonch bilan harakat qilmoqda edi. Har bir qadam shahar kutgan voqeani yaqinlashtirardi. Shahar aholisi eshitgan xabarlar bilan vahimaga tushdi. Xavotir butun ko'chalarga soya kabi tarqaldi. Birinchi zarba butun shaharda eshitildi. Devorlar ilgari hech qachon bo'lmagan darajada titrab ketdi. Xiva hali turibdi, lekin uzoq vaqtga emas. Razvedka xaritalari o'z rolini o'ynadi. Armiya shaharning darvozasida turardi. Mudofaa vaqti yakun topdi. Har bir zarba oxirga yaqinlashtirdi. Devorlar titrab, shaharning qalbini egalladi. Qisqa muddat ichida qarshilik tugadi. Shahar yiqildi, lekin xotira yashaydi. Xiva yiqildi. Sulton yoki Xorazmshah mag'lubiyatni tan olib sulh tuzdi. Lekin shahar va uning xalqining xotirasi abadiy qoladi.